Yo 3 ta aka bo'lsin, yo 5 ta aka bo'lsin, oilada o'zi asosan rizq, baraka, o'zi hammasida baraka bo'ladi. Asosan bitta bolaga beriladi-da. Shu oilada bitta odam vajak bo'ladi. Hammani tortadi, ukasi yo'q beradi, yordam beradi. Shuning uchun rizq beriladi-da. Shuni qilgani uchun. O'sha qilganini men qilmayman emas, Alloh men orqali ukamga beryapti shu rizqimni deb turib, ukasini yoniga tortib yurish kerak. Ish berish kerak. U limit yo'q. Aka ketmang. Bo'ldi, shu o'lgunimizcha onamiz boshqa uka, boshqa aka bera olmaydi. Bo'ldi. Boshqa o'rtoq topishimiz mumkin, boshqa ayol topishimiz mumkin. Lekin uka boshqa yo'q. Bo'ldi, bitta bo'ladi yo ikkita bo'ladi. Aka yo uka, hammasi opa-singil, bitta oila bo'ladi. O'sha xolim, akam unaqa, yo'q, rizq oilada bitta odam beradi. Shu katta akami tortyaptimi, kichkina aka ishi, ikkita ukani ishi yurishmayaptimi? Yoniga tortib olib yurish kerak, yordam berish kerak, bir kun yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lmasa qarash kerak. Limit yo'q. Ani ertaga aka-ukalar bormi degan savolingizga bor. Men shunaqa aka-ukalarni ko'rganman. Ertaga holiva javob beraman. Nogiron-da ukasi. Akasi haligacha qaraydi oilasi. Ertaga ham unaqa yo'q-da, tushunasiz? Uni ahvolini ko'rsangiz, uni aka kontrol. Shunaqa akalar bor, jiyarini beradi, bilasizmi? Biza hali bu dunyoda degan ko'p yaqinlarimiz bilan hali ko'p sinalamiz degan. Chunki hali bu hayot ko'ramiz hali. Hali ko'p yaqinlar bilan sinalamiz hali. Tushundingizmi? Shuning uchun limit yo'q. Aka-uka va aka-uka.